ham hovliga kelgan deb o'yladinglarmi? Adashasizlar. Aksincha, biz bugun 2 xonali xonadon. Mana shunaqa o'zini go'zal, shinam, chiroyli bog'i bor xonadonni obzoriga kelganmiz. Bugungi kelgan manzilimiz Yunusobod tumani 9-mavzeda joylashgan bo'lib, 2 xonali 1-qavat 5 qavatli dom. Umumiy maydonimiz esa 58 kvadrat metr tashkil qiladi. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, 79.300 AQSh dollari. Unda uyimizni to'liq obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Salkam 50 ga yaqin manzarali daraxt ekilgan 1-qavatdan fayzli xonadon xohlaganmidingiz? Bu videoni siz aniq ko'rishingiz shart. Mo'ljalimiz esa korzinka. Balkonimiz 2 ga 6 metrni tashkil qiladi. Uyimizning remontlari yaxshi holatda. Ushbu xonadonimiz o'zining barcha mebel va texnikalar bilan birgalikda sotilmoqda. Undan tashqari yerto'lasiga ega. Siz ushbu xonadonimizni ipoteka xizmatiga ham xarid qilishingiz mumkin. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, 79.300 AQSh dollarini tashkil qiladi. Baraka uylar sizga eng yaxshisini ulashadi.